agar ma'lumotga yetarli bo'lsa, infratuzilmasi yaxshi bo'lsa, o'zdan sarf qilinmaydi. O'zdan sarf qilinmaydi. Bu ishlar amalga oshiriladi. Agar dolzarbligi bo'yicha birinchi asosiy dunyo chiqiladi. Haqiqatan dolzarb shu mahallasi uchun, mahalla binosi uchun, mahalla bo'lak ishchilik sharoitini yaratishda qaysi dolzarbligi uchun eng yaqin, birinchi ma'lumot bo'lsa, o'shaga qarab ish kerak. Yana o'sha mahallada resursni jalb qilinishi o'ndirilganda qarab. Bundan keyin bunday narsalarga e'tibor beramiz, bu joyga qo'yamiz. Birinchi oy hisobotini berdim. Birinchi oy hisobotini berdim. Birinchi oy, ikkinchi oy ish boshlaganman. Hozir bu narsani hukumat deputatlarida ayrimlarida beo'z ishlab qilganman. Beo'z kamchiligi o'rganman. Mahallasida qanday kamchilik bor, saylov qilgan deputatlar qaysi saylovlarda saylangan deputatlar ishlarni o'z bo'yicha hamkorlikda ishlarni amalga oshirishni qilaman va narx-navoga e'tibor bermayman. Haqiqatan e'tibor bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar joyiga qo'yamiz. Bu narsalarni bekor qilishga imkon bor. Masalan, suv davlat bo'yicha e'tibor bo'ladi, qaytarib joyiga qo'ydiriladi. Dolzarb bo'yicha ishlar qilish kerak. Ma'lumotga juda e'tibor berishimizni o'zim talab qilaman va moliya bilan birgalikda ishlaymiz. Qayerda agar e'tibor bo'ladigan bo'lsa, bu narsani qo'yaman. Bu ishda haqiqiy egalik huquqi menda. Men birinchi javobgar men bo'laman. Bu narsani amaliyotda ko'rib turibman. Bundan keyin sizlarni o'zingizga va'da beraman, o'zim kontrol qilib, kechqurun ko'rib, ertalab aniqlaman. Yaqin mana 2 oy ichiga hech qaysi mahallalarni o'zini xohishsiz bu ishlarni amalga oshirmayapti. Masalan, kelpa tashkilotlardan beradigan topshiriqlarni endi mahalla idorasini oldida umumiy qo'yib qo'ydik, bajarishdan qo'yib qo'ydik, pul va yana beradigan narsasini qo'yib qo'ydik. Agarda kelib ko'radi, haqiqatdan shu narsaga ehtiyoji bor desa, zaryadkasini desa, pulni yetkazib beradi. Bo'lmasa ma'lumotga e'tiborlari yo'q. Undan ko'ra shu ishlatilmay turgani va bizga borib tegishli joylarga bo'lak hisobot bermaganimiz ma'qul bo'ladi. Undan ko'ra sizlarni o'rningizga hisobot berib, qancha tanqid bo'lsa eshitishni o'zimga lozim ko'raman. Boshqa tashkilotlarga olib borib amalga o'tkazamiz. Tushunishlar uchun rahmat. Bundan keyin bunday narsa qo'lda takrorlanmasligi va hisobotni o'zim qilib, har iloji bo'lsa har sessiyaga masalani qo'yib sizlardan maslahat olishni harakatini yo'lga qo'yaman. Ikkinchi masala yana qo'shimcha qilsam, hozir mana Islom taraqqiyot bankidan, undan tashqari Qirg'iziston qarori asosida katta mablag' mahallalarda ancha ish bo'lyapti. O'sha bo'yicha mahallaga imonni boshqarma rahbari o'zgargandan keyin mahallaning o'ziga infratuzilmasi o'zgaryapti. Infratuzilmasi o'zgargandan keyin mahalla binosiga mehmon kelishga qo'yiladi. Har mahallasidan ko'rak deyiladi. Shuning uchun mahallaning binosini birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda uni mahallada ishlaydigan sharoitini yaxshilashimiz kerak. Qachongacha
Masalan, Hakimobod mahallasi. Hakimobod mahallasini men boshqarmani va respublikadan keyin qancha mehmon keladigan bo'lsa, mehmonlar tuzatib keladigan bo'lsa, olib boramanki, mahalla binosi 1978 yil qurildi. Mahalla binosini ichiga nima qo'ysangiz baribir u yaramaydi. Bu konserner qo'yasizmi, uni 5 ta kompyuter berasizmi, uni oldiga fondar qilasizmi, binoni o'zini tubidan buzib tashlab qaytadan qurmasa, bu bino bizda Sherobodga anosiga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari tog'li mahallalarimiz bor. Yana masalan, yangizlarni masalan sanab chiqib 9 ta yaxshi bir birovda olib ko'rsatadigan zdaniya faqat shunga aylanib keyin mehmon shunga bo'lyapti, bularning yaxshi mahallada shularni ko'rsatyapti. Lekin agar shahardan kelib chiqqan holda amalga oshiradigan bo'lsa, hamma mahallamizda 8 ta mahalla kamida 55-60%ni yangi mahalla qilishimiz mumkin. 2026-yilda Sheroboddagi barcha mahallalar binosi bozorga o'tib bo'lganda yangi bino qurish loyihasi berilmagan. Hozir keyin yangi rahbarimizga berdim 5 ta binoni, jumladan Hakimobod mahallasi bor. Nasib Husayn viloyat hokimi farmoyish chiqargan bo'lsa, bino tasdiqlovchi Sherobod tumanidagi 5 ta mahallasi yangidan qaytadan ichidagi mebelgacha binosi va shart-sharoit yaxshiligini yangi qurish markazida bo'ladi. Bino qurishga harakat qilyapmiz. Ammo Toshkentda rahmat xotirlar bor. Qolgan kishilarni umri bor hammasi bo'ldi. Shunga ham nazorat qilish kerak. Qaysi davlat? Buni 2 million, 73 bilan degan katta pul. Shunga nazorat qilish kerak bo'ladi. Sho'lani sho'q qiladi. Nima bo'ladi? Ko'chat bo'ladi. Lekin hammasi juda yaxshi o'xshaydi. Bir tekkan, o'ttirgan, yo'l hosil. Sho'g'aydi. Samarqand. Xotirlar bor, deputatlarni shakar tushganda ham umrdan oladi. takliflarni yozib olib, to'g'ri takliflaydi. Samarqand bolalar so'radi. Menga lekin yo'q shu narsalar biroq bizlarning shuncha ko'chat ko'radi. Boshqa bo'ladi. Tushunmayapti. Shundan ishlaydi. Shunga ko'radi bo'lsa, namazdan qoladi ham bizga nima javob bo'ladi, ham mevani oladi olmaydi. Samarqand bolalar shunga nazorat mumkin ortib borish. Qancha yil bo'ladi? Yo'q, albatta bu birinchi o'rinda albatta ijtimoiy xizmatlarga kelishgan
Oltinoy Boboyev deputatlarning ta'kidlarini yo'lga qo'yib, to'g'ri aytyapti. Men bizni bosh mutaxassislarimiz bilan uchrashsang, kengashda hisobot berish tartibi beradi. Senat kengashining 54 sonli qarori bor. Bizda tashkilotlarning kengashga hisobot berish tartibi bor. Birinchi talabi mahallada bo'lishi. Manzilda bo'lishi. Deputat to'g'ri aytyapti. Boyqishloq mahallasida turkuni bo'lsa yoki yurishi 50 yoki shikir olib beradi. Falonchi so'mda. Shunaqa bo'lishi kerak. Hisobot berish umumiy bo'lyapti-da. Hozir deputatlar ham kechagi prezidentimizni talablar kecha mana shu ko'tardi shu masalani. Yo'q, hech kim narxi yo'q. Mahallada o'zida boshqa hech kim pulga egalik qilish haqqi yo'q. Uyushmani buxgalteriyasi mahalla raisini hissasida hisob qancha zaryad beradi, uyushma tuzilishini yetkazib beradi. Nima egalik qilish hech kim Usulni birinchi oy hisob oldi, ikkinchi sumasi to'g'ri. Bundan qatori ikkinchi Buni yozib olgan taklifda to'g'ri, deputat to'g'ri taklif etyapti. O'sha mahalla qonunchilik raislari kelib ishtirok etish kerak. O'sha foydalangan. Ishtirok etsin, ko'rsin qanday muhokama bo'lyapti. Pulni o'ylab qayerga aniq manzilni yetkazish kerak degan mahallani raisida ham o'zida bo'lishi kerak. Deputatlarni barcha takliflari o'rinli. O'sha konteyner ham, o'sha kreslo ham menimcha o'ylayman hozir globalniy muammo emas edi. Buni murojaatlar bilan ishlashni ko'rsangiz, o'sha kreslo olgan mahallada, o'sha konteyner olgan mahallada birinchi o'rinda turadi. Murojaat kambag'alman, nochorman, kasalman, hokazo buni murojaatlar birinchi o'rinda turadi. Lekin u rais o'ziga kreslo oldi. Lekin u rais konteyner oldi. Hurmatli deputatlar aytyapti, 15 yildan beri konteyner olib qo'ygan. Tomonlarni hisob-kitobini olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Keyin hozir bizni qo'limizda 2,5 yaqinda 434 million 329 ming pul turibdi. Bu nimaga to'xtatdi? 434 million 329 million 565 ming so'm to'xtatdi. Bugün hurmatli viloyat hokimi aytdilar. Hech qanaqa mahalla raislariga masala yo'q. Hech qanaqasi qolgan hurmatli prezidentimiz shunchalik sharoit, shunchalik imkoniyat yaratib bergan. Yo'q deyishga ishlamayapman desa bo'ladi, lekin yo'q deyishga haqqi yo'q hozir raislar. Yana 5 milliarddan pul berdi. Yana kechagi yig'ilish selektorni yana pul berdi. Bu 10%dan 15% berdi. 10-15 berdi. Yana undan tashqari trillionlarni sarflayapti. hozir bu bo'yicha ishlarimiz qaror chiqarishga xatim keldi. Mana bu Islom taraqqiyot bankidan ajratilgan mablag'larni o'zlashtirib